Ramazon oylari ham birpasda kirib keldi. Kunlar ham isib odamni ancha xursand qilyapti. Eshik derazalarni ochib maza qilib ish qiladigan havo bo'lyapti. Ertalab hammani ishga jo'natib, birinchi bo'lib zavtrak stolini yig'ishtirib olaman. Xonalarimni yig'ishtiraman. Shunga ham birinchi kadrlarim har doim xonamdan boshlanadi. Bugun kun shunaqa tez o'tdi, sizlarga ham bilindi. Mo'ljallab qo'ygan ishlarimni zo'rg'a bitirdim. Hamma ishlarimni xotirjam sekin qilib yuruvdim. Ojon chaqirib qoldilar. Oldilariga chiqadigan ishlarim bor. Ulgurgan ishlarimni tez qildim-da, o'zimga qarab oldilariga yugurdim. Men o'zi tegidan unaqa bo'rtirib bo'yamayman. Mekap qilib olaman. Asosiysi SPF har doim suraman. Negadir shu kunlarda shu attirni yomon ham sevib qolaman. Bahor kelganiga bo'lsa kerak, menimcha. Lovelarimni ko'rasizlar, 14-fevraldan qolib ketdi. Paketdan ko'tarib ojon oldilariga chop. Ismoil bir oydan beri bog'chaga chiqmayotganiga shunaqangi menga o'rganib qolgan. Bog'chaga chiqmayman deb bog'chada ishlarimni tugatib, shu kuchuvni ham tinch qo'yman. Oxiri kuchuvni o'zi chiqib qayta bordi bizani. Shu orada opam kelib, uyda qolib ketgan kilonkalarimni tashab ketdi. Eskisi 3 yil ichida yomon bo'lib ketib tashab yuborgandim. Faqat bitta tumbuchkam ustiga qolgandi. Shuni yengillab ham yoqmayapti menga. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Yarashdimi? Kommentariyada fikringizni qoldiringlar.